reklamangizga ishonib xalqimiz amallab boshlang'ich to'lovini yig'ib kelsa, nech pul qilib berasiz aka? Cobalt patka maslari boshlang'ich to'lovi 3000-2009 kerak emas. Sindiring. 2800 dollar berasizlar bo'ldi. Oy to'lovi 100 ming so'mdan tushdi. Nech pul bo'ldi aka? Oy to'lovi 3,750 ming so'mdan bosib borayotgan joy kelib qoldi. To'xtang aka. Men birlamchi qilib beraman. Birlamchi avtokredit bergan pulini barchasi boshidan tan narxida minus bo'ladi. Xo'p. Boshlang'ich to'lov 50 million kerak emas. 49 million boshlang'ich to'lov, barcha xarajatlar ichida oylik to'lovi 3,299 ming so'mdan olib chiqib ketaveradi aka. Ana endi sizga savol. Xo'p. Bitta saxiyligingizni ko'rsatadigan payt keldi. Xo'p. Nima bonus qo'shib berasiz aka? Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Bitta nomer postavka. Aha. Bo'ladimi? Qo'shing. Video registrator. Qo'shing. Cobaltga. Bo'ladimi? Qo'shing aka. Beraman. Buni ham qo'shing. Bo'lsa xalqimizga pollik. Bo'ladimi? Bo'lsa xalqqa bo'lsin deysiz, 3 ta bonus qo'shasizmi? Bar. Cobaltga. Bo'ladimi? Qo'shing yana. Podarka. Bo'lsa mana shu Cobalt tarbiyada chixol bu ham podarka bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi aka, qo'shing. Mana bu chixol bo'ladimi podarkasiga? Uyga qanday ketadi aka? 20 ta benzin podarka bo'ladimi? Ana endi onaxon, otaxonlarimiz keladi. Ularga bitta chiroyli podarka qo'ymasangiz bo'lmaydi aka. Yana xalq maza qilsinmi? Xalq maza qilsin. Ketdik yurib yoqda. Undan tashqari mashina turgan barcha bitova texnikalarni tekinga beraman, tekinga. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Shuncha o'rtoqlar podarka, kammi yoki ko'p?